alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Biz yana otlandik dam olishga. Hayit bayramidan keyingi holat. Ukamiz doimo mana mehrini to'kib, sochib, mashina meni bilmam 10 minutcha kutdi o'zi ham. Kalon. Ketdik. Bu boshlanish. Hakuna Matata 3 kun. Hamma mana tanduriyda oldiga to'planyapti, xudo xolasa. Videoni boshlasangiz aytib qo'ying, qornim tortib turaman. Teskari qarab turib chiqmaydi qolmiz. Tanduriyda oldi to'planyapti, ustalar ichkarida bozorda qilishyapti. Bu bo'ladi deb o'xshayapti. Sotadi. Bola aylantirib keling, mashina ochib pul olaylik. Bo'l. Keling, nima qilib oching, uzoq qolib ketyapti. Mashinaga kim qaysi mashinada ketishi yechilyapti. O kam ko'zlarni olib ketilyapti mana. Varjoma ichadiganlarga varjoma. Abdurahmon rulda. Stovyada mana. Tomlar ham panorama ekan. Svet bo'lsa ishlaydi bu menimcha. Svet bo'lsa Svet muammo ham. Oxirigacha ochilmaydimi? Ana yangi mashina. Mashalloh, qulluq bo'lib ketsin. Mashinangiz cho'tkagan nima ish qilasiz aka deydi-yu. Yaxshilik aka. Trak minmagan ekanda unda. Bekarchilikdan shunaqa mashina bo'lsa trak minib yuborsa. Samolyot turamiz shekilli yoki keyin sabab samolyotga ketamiz shekilli, usta. Samolyotlari ham bor, indamayapti. Oxirgi narsamiz kalonka olishimiz kerak. Bitta kalonkaga mana 3 kishiga olganmiz. Usta, men, Abdurahmon. Assalomu alaykum. Qo'shiq aytib beramiz boradir. Abdurahmonni mashinasini ham to'ldirib yubordik. Mana taraqatollar olib yangi mashinasini. Kalonkani oldik, suvlar oldik, orqa to'lgan. Endi hozir mikrofon olsak, to'xtab biron joydan. Borib olib keyin sheral jo'rabdi, yaqamizda hammamiz. Xitoylarda supermarket ekan. Hamma yoq Xitoy bitta. Usta bilan machita oladigan narsamiz bor edi. Hayron qolasiz. Hamma yoq Xitoyliklar. 早上要忙还长啊，今年的年买新年，不懂多忙长啊长啊，哪儿的还没什么事的个，哎，这是咱出名的。Xitoy hamma yoq Xitoy bosib ketdi deyapti O'zbekistonda. Amerikada ham bu, Filadelfiyada shunaqa joyki O'zbekiston magazinlari ham bor, Xitoyliklar ham bor ekan. Hamma yoq Xitoy. Alt xizmatida mana Xitoy magazindan Abdulg'ofur akam tog'or olibdi. O'chirdi вообще. Ketyapmiz mana bekatdagi begoyim deb olib. Mana bo'lyapti. Ya sizga emas, uyga qaradi. Mitsubishi mashinani qanaqa markasi bu endi? Outlander. Outlander. Bu o'zi boshqarib ketyapti hozir. Rolda o'zi buradi, mana kurto'pa uradi. O'zi buryapti hozir. O'zi buradi. Avtopilot. Hozir oldimdagi tormoz bosib olsa tormoz deydi. Qani 71 da ham o'zi o'sha, mana. 76. Mo rol bitta tegib qo'yaptimi? Ha, rolda. Agar ushamasam, signal choladi. Signalda ham ushamasam, mashina bitta avarinka o'zi yonadi-da.
mashina sekinlab turib yo'l chetiga to'xtaydi. Yaşaylar. Murshid Bek, Sardor Bek, Rasulovlar, Navro'z Bek va yurtimizning eng muofir sozandalarini olqishlaymiz azizlar. Xullas kalom ketyapmiz. Yo'lda to'xtadik zapravkaga. Hamma kerakli narsalarni oladiganlar oldi. Endi yana yo'lda davom etamiz. Usta mana telefon kavlash bilan ovora. Evet. Yağmur yağyapti. Zapravkaga bir qator to'xtab, bu yoqqa qilib yana dalshi yo'lda davom etamiz. Qana usta, bu safar bolalar qayerga olib kelyapsiz endi ular? Pokono degan joy, bu yerdan bo'sh katta joy. Juda ham katta dacha, hozir 40 kishiga dachaga boryapmiz. Bolalar o'tgan safar sal ozob bo'ldi. Vaqt ham oz, bolalar ham ozob. Endi bemalol vaqti ham keng, bolalar ham keng. Biz to'g'ri keldikmi usta? To'g'ri. 123 dedi-yu. Ha, 10 nafar biz. 123 dedi. Başka dacha polni bizniki endi, bu masalan. Shundan kirdik. Bu yog'i polni. Hadi ikki yo'nalishga kelganda signallar chopib kiraymi? So'ng qoladi. Endi chiqmasin. O'zi ish qilish shu dachamidi? O bassenga nimadir ekan, uymas ekan. Mana biz dam oladigan joy. Mana shu uy. Qani videoga ketyapti. Amerikada o'zi bilan muxlislari, Amerikada o'tgan muxlislari mana muxlislarimiz ham keldi mana xudo xolasa. Buni bunday qilib olsak to'g'ri chiqar ekan. Amerikadagi o'zbeklar brend. Qoyillik. Ete to'lib bo'lsa olsa. Qulluq olsa. Qulluq olsa. Endi dalshima shu yerda bo'ladi, qolgani. Hamma mashinalarda produktlar bor. Endi bularni hamma ochib tushirish kerak. Hozir mana 10 mashinada ham produktamiz bor. Bunda mana kim nimani yaxshi ko'rsa hozir ashini tashyapti, Dilmurodjon. Red Bulllar bor, hamma yo'q bor, xudo xolasa. Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Dachamizga xush kelibsizlar. Bizlarni hali zo'r sarguzashtlar kutyapti. Har doimgidek yana dam olishga keldik. O'zimiz bolalar, Amerikadagi o'zbeklar. Xullas hammasi zo'r. Mashina qancha oldi? Mashina sir. Mashina sir. O'tgan videoda ham sir dedingiz, oxir mas sir purush olib ketmasangiz oldi. Xo'p, assalomu alaykum akalar. Dachaga keldik. Hozir mikrofonlar arendada. O'zim shunchaki sizlar uchun yomg'ir yog'yapti. Mana dachani boshi kirorishidan bir qator aylantirib ko'rsatmoqchiman. Maqtanish emas, bu endi просто shuni ajaga damagani keldik deb ko'rsatish maqsad. Xullas kalom hamma o'zi bilan o'zi ovora. Men dachani mana shu kirorishga ketyapman. Bilasizlar, menda hamma yo'q joy bo'lgan.
Mikrofon arendaligi uchun endi ovozim qanchalik eshitilyapti bilmadim. Hozir xullas ham sizlarga hamma yo'lda bir qator nima qilamiz, nima deydi? Obzor qisqacha. Xo'pmi? Kelishdi degan umiddaman. Zontiylarni taqolganman. Chunki yomg'ir chotga uryapti. Xo'p, mana kira orishi dachamizga kira orish. Endi qo'polatganda mana shu polni o'ralgan atroflari shu stadionlargacha bizga tegishli bo'lyapti. Ko'rgan bo'lsanglar. Bu yerda voleybolli bir bolalar ham bor ekan mana. Hop. Ketdi bu yerda voleybol. Ha? Oldida ko'rinayotgan bo'lsa basen, bir narsalar. Ulas mana kira orishi aylanasi o'naqasiga polni bizga qarashli bo'lyapti. Xo'p. Xullas kalom o'tgan safar borgan joyimizni plashatkasi bunaqa emas edi, kichikroq edi. Bu endi juda kattaroq ekan. Mana shu uyning ichi polni bizga qarashli bo'lyapti. Aytishlaricha 35 ta yotoq joyi bor shu uyning ichida. 3 etaj ko'rinib turgan bo'lsa, 3 etajda ichida 35 ta yotog'i bor ekan. Sentralniy vhod manet. Bu endaligimda menimcha mehmonlar yengil taksida kelganda makka to'xtaydi, bu yerga qizil daroshkalarni soladi, ashika kirishib ketadi. Nimaga buni deyapman? Amerikanlarni ba'zi birlari to'ylarni shunaqa joyda qiladi deb eshitganman. To'yshma shunaqa arenda joyda oladi, ikkita powerni chaqiradi, mashitda mana maza qilishib to'y qiladi, bayram qiladi, o'ynaydi, kuladi, 2 kun xullas kalom o'sha 28-30 ta odam bilan to'yni o'tkazadi. Shuni eshitganman. Endi bu yoqqa cho'rniy xod chiqib ketish menimcha bu yoqqa hali o'tmadik. Lekin uyda egasi aytibdi, musullar tashqariga qo'ymanglar, ayiq kelish ehtimoli bor debdi. Manzara prям вообще klass. Eshitilayotgan bo'lsa bolalar ichkarida hozir qo'shiqlar aytishyapti. Xo'p, bir qator aylanamiz atrofini. Uy lekin skaska. O'rischasiga aytadi, skaska deydi. Skaska uy ekan. Mikrofonimni olib qo'yishgan, endi iloji o'shanaqa o'zim gapirib yuribman. Mana menimcha o't yoqib gaplashib o'tiradigan joylari. Ayg'am bor ekan mana. Xo'p, bu yog'i garaj. Zakriti garajlari bor ekan. Bu o'zimiz akalar mashinasi. Xo'p, Jaloliddin Karollos deb ekan. Bu yoq Mirzo akamizni seynasi deputatni Infiniti QX60 ekan. Bu endi Abdurahmonni Mitsubishi mashinasi. Bu yana bitta akamizniki, egalari bu shaxs bo'lish kerak adashmasam. Xo'p, bu yoq kuxna ekan. Garajga kuxna ulangan. O'tgan safargi zo'r edi, katta hovli ichida edi. Xo'p, bu yoqda bolalar hozir 30 tacha bolamiz, 5 kishi 6 kishidan bo'lishib olgan. Bugun 5 kishi dijurda. Kuxnyamiz bu yoq, kuxnyamiz ichini bir ko'ramiz hozir. Kuxnyada ham sharoitlar yaxshi ekan. Xo'p. Kuxnyaning tashqarisida bunaqa joylari ham bor ekan, yengil o'tiradigan. Bu yoqlarga kelib o'tamiz. Xo'p, kuxnyaga kiryapmiz endi. Bu yoq kuxnya ekan. Kuxnyamizda hozirgi bugungi dijurlarimiz tayyorgarlik ko'ryapti mana. Xudo xolasa. Bugungi dijurlarimizda bosh rolda Mirzo akam Povli vazifasida, mana bolani hamma taniydi. Izzatullo, Povli yordamchisi. Meni yordamchim. Ha. Nima ovqatingiz endi? Ikkosi meni yordamchim. Musoqat men ikkomiz. Bizni yordamchi. Lekin sizlar zo'r o'lyapsiz-da. Bugun hammani bosh uchun topib nima o'ynash, nima qilishni bilmasdan, ha, sizlar qutulib olasizlar tezda. Bugungi o'tadi ketadi-da. Mana bola o'tganda yuqsiz bo'yicha jahon chempioni bo'lgan. Unvon olmadi xolos, lekin zo'r, malades. Biz endi obzor qilyaptik. Ishlarga omad. Xudo xolasa o'zimiz chiroyli qilib ertaga shashlik qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar. Qalay ta'sirotlar? Yoqdimi dacha? Ta'sirotlar zo'r. Barchaga gap yo'q. Barchaga alohida respekt desak ham bo'ladi. Sababi kirishimizdan juda bir boshqacha go'zal vid deydi-yu. Rossiyaga borganmiz haliga nima deydi? Rublovkani yudar shunaqa, bilasizmi?
o'tgangi dachaga nisbatan bu safargi dachani raznisalari sizga yoqqan taraflari deyolmay hozir endi keldik. Qalay ta'sirot? Endi to'g'ri ko'ramiz, ko'rib chiqamiz. Mazza qilib yaraymiz. Kattaroq ekan. Kattaroq, bu safar ko'proqqa 3 kunga. Ishlarga omad akalar. Xullas shunaqa gaplar akalar. Bugun bular bizni mehmon qilishadi shu yerda. Ertaga yana 5 kishi boshqa ishlar bilan xullas kelishib ishlar qilinaveradi. Endi sekin tashqariga chiqamiz. Xo'p, uyda endi bu taraflarini aylanamiz. Keyin uy ichiga kiramiz degandek, zo'ntigim olmasam, yomg'ir yog'yapti. Akalar qoyil mana o'tinni aravada toshyapti. Mana rezultat. Hormay aka. Charchamasdan. O'tinab ketyapsizmi? Oshni boshladinglarmi o'sha? Yo'q, oshmabdi. Ha? Damlama. Damlamaymi? Ha, inshaalloh. O bu taraflarda aylanamiz akalar. Uylarda atrofi mana bratlar. Ho'p. Joningiz tinch. Charchamasdan. Zerikib qolmadingizmi? Zo'rmi ammasi? Zo'r. Qachon cho'milamiz endi? Ertaga. Bo'ldi. Vashi oila bilan keladigan yaxshi joylar ekan. Har xil narsalar. Uyda bu tarafda ekan. Xo'p, bu yoqda endi mana kattakon basen. Lekin poliyaga hech gap yo'q. Basenlarda ustiga bir nima tashab qo'yganmi bu? Ha, demak basen yopiq ekan ustida aka. Mashhur urilgan joy bizga tegishli bo'lyapti. Bitta menimcha faunalari alobattanlari bo'lsa kerak. Mana lekin chiroyli ochilibdi gullar. Ashtaqa xullas kalom. Bu safargi dam olgani kelgan joyimiz shu bilan shu yer. Bu yoqda endi dalish ketyapmiz buni. Stadion, voleybol, hamma narsalar bor ekan mana. Hozir uzoqqa ketib bormayapman chunki ayiq bor deganga qo'rqib qoldim to'g'risi. Voleybol baxtimizga yomg'ir yog'yapti. Ertaga nima bo'ladi pagoda, Alloh biladi. Lekin umid qilamiz ochilib ketib bir qator pulni maza qilib yaraymiz. Bu yerda haligi nimalar ham bor ekaniga. Nima deydi? Yopib oladi-yu. Daraxtga. Xullas kalom shunaqa gaplar akalar. Endi uyning ichini bir qator ko'rsatamiz, xudo xolasa. Zo'ntikda olmasam yomg'ir yog'yapti akalar. Xo'p, shunaqa joylar ekan. O'tgan safar borganimizda kamga boruvdik, 2 kunga borganmiz. Bundan kichkina edi u joylar. Videoda ko'rgan bo'lsanglar, dachaga sayohatda video qo'yganmiz. Bu safar endi ko'pchilik va kattaroq oldik. Bu yerda bir 25 tacha olamiz. Xudo xolasa endi mana shu 3 kun buni ham ko'p olganmiz. 3 kun dam olamiz. 8, 9, 10 kunlari mana shu yerdamiz. O yoqda yana bolalar mana tirikchilik uchun video qilishyapti. Nima deymiz endi? Bizga o'xshab kasbga chiqqanlar bor. Hop, mayli. Endi ichkariga kiramiz. Hop. Mana shu yerdan kiramizmi, yo naryoqdan kiramiz? Osmon tarafdan kiramiz. Lashib ishni boshlabdi. Hormaganda birat. Charchamayapsizmi? YouTube kanalimga qo'yib yuboraman, qarshilik yo'q. Bemalol ochilgan bu yoq. Mana. Bu Amerikacha yuvish ekanda bu. Hali uskunalari bilan yuvish ekanda bu demak. Qozon yangi ekan. Qancha bo'ldi bu qozon? Kim oldi? 200 qanchaga olindi? Ha, shu. $220 deyishdi, adashmasam. Ha, 200 qancha. Sog'lik. Xo'p, endi uy ichini bir ziyoratlaymiz. Xo'p, endi uy ichiga kiramiz akalar. Mana uy ichiga kirganda
Xo'p, uychaga kiryapmiz. Akalar bu yerda mana o'zlari bilan o'zlari ovora. Hop. Bu yoqda endi mana bu xonamizda akalar gaplashib o'tiribdi. Xullas keyingi xonamiz. Bu yoqda yana bitta xonamiz. Pianinolar bor ekan. Ajoyib bir kino zaliga o'xshayapti. Bu yoqda yana bitta ustki xona bor ekan. Bittan tepaga ham chiqib ketsa bo'lar ekan. Şey ekan, ha. Hop, bu yoqda yotoqlar. Bu yoqda ham yotoq. Hamma yo'q. Bu yoqlarda ham yotoqlar. Tom and Jerry'de bir filmdagi uylarga o'xshaydimi? Qani? O'xshaydi. Xizmatlilarda har doimgidek o'zim sizlarga qiziqib shunaqa video qilib yuribman men. Ha, qandalayni. Hop, keta oldik. Bu yerda ham kimlardir joylashgan. Bu yerda klozlar ekan. Hop. Kartinkalar. Bu yoqda ham bitta katta xona ekan. Bu yoqda nima bor ekan bu yoqda? Bu ham xona ekan. Yo'q. Yana bo'lsa. Bu yoq xonadan xonaga ekanda bu yoqda. Bu yoqda mana shaxmat o'ynashyapti bratlar. Shaxmatda hozir Gari Kasparov bilan kim edi? Ha. Gari Kasparov ikkita odammi yo bitta odam bo'lgan? Anvar G'aniyev bilan Anvar Saniyev aka-uka deydi-yu. Maşallah. Charchashmi? Yo'q, Obzor. Tekis, sekin. Tirikchilik deydi-yu. Bu yoqda eski chavan. Mana bu telefonlar ham bor ekan. Oldim bularni. Bolalar uchun qo'yilganda endi. Hop. Keyingi tepaga qatdan chiqardik, bu yerdan chiqamiz ekan. O'sha 3-etajga chiqib ketyapmiz. Hop. 3-etajimizda ham mana xonalar. Mansardda endi bu yer. Bu yoqda mana detskiy xona. Hamma yoq bor ekan. Bu yerda xona chaman. Mana. Michel deb ham ona joy deb ham haromana. Hop, sizlar bilan men. Yo'q. Bu yoqda ham xona ekan. Vannalar ham bor ekan, ajoyib. Ya qoyil. Bu yoqda ham xona ekan. Bu Amerikanning bayroqlari bilan bezatilgan xona ekan. Vid shuni beryapti. Bu yoqda ham mana xona bor. Bu ashi ekan bu. Birinchi kunimiz shunaqa endi xonalar tanishtirish bilan o'tdi. Ovqatlar bo'lyapti. Shunaqa qilib dam olib yuribmiz. Nima deysizlar endi? Shu ekanda endi hayot. Hamma joylashib bo'ldi. Bu yoqda bilyardlar bor ekan. O'sha hamma obxod qilib o'sha mana hamma maza qilib dam olish bilan ovora. Xo'p, bu xonamizni endi bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu yer mana bilyard, tennisli stol, bir balolar ulashgan ekan. Bu yoq zal ekan. Shug'ullangani hamma yo'g'i bor. Xo'p.
Mohana ha kinoxona ekan bu. Akalar, oma hamma maza qilib cho'milyapti. Chiqmaysizlarmi cho'milishga? Cho'milyapti. Suvlar vashi udor ekan. Ha, chiqinglar. U konsert boshlandi bu yerda. Kino zal ekan ular. Futbol ko'rishyapti. O'zbekiston. Bu voleybol. Bu yerda mana o'yinlar. Ulaslar, mana bu endi men tushunishim bo'yicha hali qizlar yotib olib shug'ullanadi ya shunaqa xona shekilli. Ulaslar ham endi tashqariga chiqamiz. Mana peroda ashxonaga qiziq tuyulyapti, shuga kirgim kelyapti. Hozir shuga kiramiz. Yağmur lekin chotki yog'yapti. Bir tekis. Bu xona nima xona ekan? Bu yerda bolalar o'yingohi. Bu yerda shashli-bashli qilib o'tiradigan joy. Природа вообще go'zal. Bu esa nima ekan? Qani. Opana, detskiy xonacha ekan. Hamma yo'q bor ekan. Ikkinchi etajlari ham. Ha, kichkinalar o'ynaydigan xona ekan bu yer. Mana peroda. Azza. Hop, o'yingohlarga kelganimizda basseynimiz rashidda edi. Yomg'ir yog'yapti, ob-havo chotki. Lekin hamma maza qilib bo'lyapti. Ob-havo peroda chotki lekin mana yomg'ir yog'yapti. Вообще bomba. Elimden tezroq borib cho'milishim kerak. Juda bu yoq bo'lmayapti. Mazza. Ha. Ular mana 3 kun bizga Hakuna Matata kun 3 kun. Birinchi ovqatimiz pishyapti mana. Ko'rsataymi mana? Dimlab qo'ydik chotki. O'zim mana o'tlar yog' beryapman. O'tlarga chotki bir tekis yog'yapman sababi mayt taxta ekan. Tushunarlimi? Yana ketyapti. Kelin oladi. Assalomu alaykum azizlar. Bunaqa joyga kelib dam olib turish kerak ora-orada. Nimaga desa ancha charchoqlar chiqadi. Atmosferani qaranglar. Peroda вообще klass. Mazda bo'lsa kerak. Kolonkalarimiz ham bor. Mana. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar va O'zbekistondagi, Amerikadagi o'zbeklar. O'rninglar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Ana Abdug'ofur aka liderimiz. Mana xohlasa. Sizlar o'yin davom etyapti bu yerda. Mana hozir sarnavanya boshlandi. Kim suzish bo'yicha, kim birinchi yo'l beringlar bolalar. Anvarjon bolalarni olinglar, yoqqa chetlashinglar. Mana birinchi o'rinda ismlari Jaloliddin, Surxondaryodanmidi, Samarqanddan. Nabijon, Surxondaryodan. Abdug'ofur aka Andijonda. Bek Andijon. Bu bola hali chiqolmayapti, lekin Andijonlik bu bola ham. Xudo xolasa. Surxondaryodan yana bitta ukamiz. Andijon. Mana bular hozir kim tez suzish bo'yicha. Mana yana bitta ishtirokchimiz qo'shildi, Dilmurod aka Toshkentdan. İştirakçılarımız Surxondaryodan, Samarqanddan, Andijondan va Toshkentdan. Birinchi kim hozir tashiydi? Izzatilla Andijondan. Uzoqqa suzish suv tagida. 1, 2, 3.
Mayli, kalla otib bo'lsa ham. Qani? Gap yo'q. Mashqqa keldi, gap yo'q. Mashqda turing, joyingizda turing. Hey, ishtirokchilardan davay. 2 kishi Andijon, 2 ta Andijon, davay. Tashlang siz ham. Ketdi. Furqatjon ketdi. Bo'ldi. Yo'q, suvni tugini Suv tagida suzish. Endi-chi Azizbek. Davay. Ikkita sig'adi. Nabi bilan. Nabi bilan nima? Ibrohim. Ibrohim. Davay, ket. Andijon va Surxondaryolik ishtirokchilarimiz ketdi, davay. Ketdi, hayda. Davay, davay. Voy, tashing. Ibrohim. Bo'ldi. Davay, ketdi. Nabijon, davay, tashing. Joyingda tur. Ishtirokchimizga yutganga sovg'a bor. Ashda qol. O'sha yerda qol. Bu yoqda. Bu yoqda. Mana Nabijon mashqqa yetib keldi. Keyingi ishtirokchi. Bekzod bilan Abdug'ofur aka qani? 3 kishi ekan Jaloliddin, 3 kishi. 1, 2, 3. Sizni boshiga do'ppi urish shart emas. Chiqdi. Jalol chiqdi. Bekzod chiqdi. Ikkita ishtirokchi finalga chiqdi. Mana ikkita eng zo'ri. Bittasi Surxondaryodan, bittasi Andijondan. Qo'rqmang. O'ldirib yuboramiz. Koptog'da o'ylari. Halaq qiladi o'ng. So'kmanglar, iltimos kameraga, videoga. Mana shu so'katgan ishtirokchimiz mana o'zi asl deputat. Mana shu so'kinayotgan nesenzurni so'zlarni mana shu inson gapiryapti. Boshlandi. Amerikada emas. Men asamiz bilan aytdim. Bo'ldi. 1, 2, 3. Mana ikkita ishtirokchi suv tagida. Borishmas, oxiriga borish. Vaqtigami, uzoqigami? G'olibimiz Nabijon bo'ldi. Boshini ko'tarib oldi. Suv ichmadi. Yo'q. Oxiri chiqqan yo'q-ku, buni pastga turishdi. Final. Ikkinchisi, uchinchisi halol. Mana qani? Xudo xolasa Nabijon, davay, Izzatullo. Kallingga o'ngga burib, o'sha yoqqa qarab ketgan. Bu yoqqa burilmagan. Bo'ldi. Duxinoma, davay. Sen yaxshi suzyapsan. Cho'chima. Biz o'zimiz ko'mib yuboramiz buni tirikligicha. Bitta kelsang bezapasli. Normalni zo'r ketyapti, davay. Davay. 1, 2, 3 ketdi. Qoching. Qochinglar. Bu chiqdi. Nabi yutdi. Молодец. To'dalanib kelinglar, to'dalanib. Nabi yutdi, xudo xolasa. Qaynam o'ldi. Kim birinchi borish?
Dilmurod aka birinchi. Dilmurod aka birinchi. Birinchi Dilmurod aka. Qadrdonlar, mana ovqatimiz pishdi. Panalarni yoqib turinglar mana. Mashalloh. Povurimiz ham qo'li dard ko'rmasin. Gap yo'q. Молодец. Davay shu boshlaymiz. Mana ko'larimiz xizmatda. İşte. Xudo xolasa. Yoqimli teshikchisin degan holatda boshlaymiz. Bu ovqatlar nima deyapti? Salom Toshkent, nima deyapti? Yoshlar ham halim bo'lib ketibdi akalar. Akalar mana qo'llar dard ko'rmasin, gapirib yuboribdi. Mama deyapti, bormi ular? Billah, mama deydi. Ko'zam achishib ketdi bor. Ha, o aka endi bu ovqatda achgan joyi yo'q. Mashalloh. Bunaqa bir talanti borligini bilmagan ekanmiz, Mirzohid akamiz. Yaqinda o'zi mana shu kompaniya bitta bo'lib bitta choxon ochib qo'ygan bo'lar ekan. 6 o'g'lan. Birinchi kundagi birinchi ovqatimiz mana xudo xolasa pishdi. Mana birinchi kechamiz, xudo xolasa. Bugungi navbatdagilar lekin bor mana shu yorib qo'yibdi, bir so'z bilan aytganda aka. O'rnak qilib qo'yibdi qolganlarga. Bugungi nima dijurdagilar. Ha. Hojiga ko'payib ketdi. Ha, hojiga. Yoqimli ishlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Bo'lyapti. Salomlar, ikki og'iz tilak. Bo'ldi, shu o'zi hamma yo'q o'tadi. Hojiga mana tepada. Hamma. Onani ham o'yga qo'ying. Qondoshlar baqirib kelyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bor, ovqatmisan, ovqat o'qitadi. Bor. Nima deyapti? Nachino, yo, Toshkent deyapti. Qimmat bu ham mashina turishini qarab qo'ydi. Ha, bar bola keldi. Boylar kelibdan masal aka. Aka mana ikkitasini arenda beruvdingiz siz adashmasam. Qaysi arendaga beruvdingiz? Ha, ona Kia bilan Mitsubishi. Ular oyma-oyga pulni berib turadi-da, sizga shunaqa qilyaptimi? Haftalik beryaptimi? Ha, yaxshi. Nimaga 4 urishaman aka? Yo'q, bu ishlashyapti. Ha, u ishlashyapmi? Hamma o'zi bilan o'zi. Akalar mana gaplashib o'tirdi. Bugungi kunimiz o'tdi akalar mana endi. Ha, maza qildik. Ha, mazza qildik. Joylar sog' bo'lsin. Mazza qildinglarmi? Ali trenka chiqqan qo'shiqni aytib beraymi? Молодец. Kutubxonasi ekan endi bu yerda. Hozir mana kechki ovqatdan keyingi holatda qattiq o'yu fikrlar bilan bular ziyolilarda o'yini bo'lmish shaxmatni keltiryapti mana. Xurshidbek bilan usta. Ikkinchi kun mana bo'ldi. Hamma uxlab qolgan, menga o'xshab baqirishib yotibdi. Ertalabda bu yoqda kimlardir cho'milyapti. Eshik qulab, qo'shnilar eshik qulab ekan. Ertalabda bolalar cho'milishyapti. Biz esa pastga tushamiz, so'kish eshitib javob-jurlarga. Sababi soat 11 oldu. Biz dijur edik. Hamma baqir-chaqir bilan yuribdi. Merhabalar akalarimiz mana. Bularga ertalab emas, bularga уже abit o'lchami? Bular erta turgan.
Aslida biz edik. Mana Do'st Muhammad bizga yordamchi bo'lyapti. Do'st Muhammad men yonib ketmaymish edi. Yonsa sotib olganman-ku. Dilmurodjonlar bugun keng yuradi, keng qilishib maza qilib yurishibdi. Endi yarashyapti. Endi yarasha. Do'st Muhammad, siz sho'rva qilaman dedingiz-ku. Yo, bu odam sho'rva nimaga kerak? Oddiy sho'rva emasmi bu? Ha, odam sho'rva. Sabz-pazlarni ochib tashlab qo'yaymi? Go'shtli ekani. Nasrjon Rizqibor aka mana kechib yetib keldi. Achi keladinglar, Ilhomjon. Yi? Svet ochdi. Amerikadami? Mayli akalar, men dijur ekanman. Ketdik. Xo'p, bugun mana biz akalar dijurmiz. Bizlar unaqa u yoqqa bu yoqqa qilish yo'q. Biz chotki mana ertalab 7 dan turib harakatga tushganmiz. Hali ham tinganimiz yo'q. Jaloliddin, men, Azbekam operatorimiz Abdurahmon. Abdurahmon mana qanchada boshlaganingizni aytib qo'ying ishlarni mana. Dijurni addushi qilayotganimiz haqida gapiring. Chotki. Chotkimi? Dasturxonlarda hozir bezab o'zimiz chotki ko'ramiz, ha? Necha yetdi ish qilaveringlar. Bo'ldi. Qanday qilsak bo'ldi biz ham, ha? Ko'rdinglar, bizni kompaniya shu uddori kelyapti. Bugun hozir mana shu shashlikni qilsak bo'ldi, o'zi, buni ham biz chiqamiz, o'yna, to'g'rimi? Ha. Past ham yo'tay-ya. Mana da o'zi piyozlar bo'lyapti, shashliklar olib qo'yib Xullas ular dachada ular qo'jalarni o'g'irtaydigan narsa ekan mana. Buni Dilmurod akam tavib olib, hamma oldiga borib chop yurdi. Buni Dilmurod akaga men ixtiro qilib berdim. Ana Rasuljonning ixtirosiga hozir o'zi qo'qib ketdi, deyapti mana. Bolalar mana kecha dimlama qilib beruvdi, ajabsanda. Bugun endi mana bola bizga odam sho'rva qilib beryapti. Sho'rvaga. Prosta hali sabzavotlarni tashlaganimiz yo'q. Qalendi ukajon. Odam go'shtidan sho'rva bo'lyapti. Ay, kelgan betdan chiqib u yoqqa yugurib tashlaysizmi? O'rdaklari kutib qoldi-yu, o'chaman sizni. Ortidan bitta kala tashlab qo'yadi. Ha, qani ketdingiz? Ketyapsiz, hozir to'g'ri borib kalla tashlayman deyapti. Iloji bo'lsa shu bitta hamta karzonni o'rtasidan kirib keting. Ay, zo'r bo'ladi. Orqalar qizarib ketibdi-yu, nima? Ana, maza shu bolaga maza. Aha, Ilhomjon akasi. Kelinglar mana. Zakaznoy shashlik. Ichkarini bir ziyorat qildik. Assalomu alaykum. Qo'y go'shtidan akalar, qo'y go'shtidan. Olinglar Mehmon qilyapmiz, hamma bir-birini mehmon qilish. Dijurlar. Jaloliddin, shashliklar bo'lyaptimi-ku? O'z oldin shashlik sotganmisiz? Qanday buncha mahorat? Yo'q aka, shashlikni endi shu yerda o'rganyapmiz-da. Shu yerda o'rganyapsiz. Nimaga Surxondaryolarni ko'rganda qo'ylar shuni zamog'ini ishtonni yechib tandirga kirib ketadi dedi-ku. Bizda faqat tandir go'shti aka. Qachon tandir yeymiz o'zimizda? Nasib qilsa aka. Qachon nasib qiladi inshaalloh. Inshaalloh Inshaalloh pulimiz ko'payib, boyib ketsak, Ha, tandir go'shtga yeraman hozir. bo'ldi. Bugun hozir mana shashlikdan qutulsak nima qilamiz, ha? Shashliklarni ko'rsatib yuboring bu. Ha. Go'zalligini qarang. Qoyil bor-ku. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Ha, sizni tarbiyalagan ota-onangizga rahmat. Shunday mana mehnatkash hammani bir duosini olib mana shashliklarni qilib. Bu hamma o'ylashi mumkin, bu faqat videoga tushyapti shashlik bilan deydi, unaqa emas. Bu bola xizmatda mana.
Ashe, bu bola. Qoldi aka. Ha, bu bola omad nima bo'pti? Tabriklaymiz haligi nima edi? Instagramda 100 mingta bo'lib, anaqa tortlar qilib bir bolalar otib yurgan ekansiz, shunaqa qilib, ha? Qo'ya. Dilmat aka shashlik qalay bo'pti aka? Cho'tkimi? Ha, endi mana bola shashlik qiladi, cho'tki bo'lmaydimi? Akbarshoh. Shashligimiz mana davom etyapti. Kelaverasizlar do'stlar. Mana yetishdi. Hop. İkinci günümüz ham ajoyib tarzda o'tyapti. Akalar futbol bilan ovora. Akalar shashlikni qilib bo'ldik. Endi sekin aylanib yuribmiz. Atroflarni kezib, mana o'rmongacha. Mana bir nimalar bor deb eshitib kelyapmiz. Ama hakikaten dacha kap qo'ygan puliga yarasha ekan. 3 kunga keldik. Akalar rasmlarga tushyapti, shashliklar. Mana manzarani bo'yapti. Odamlar ko'zlanganlar ekan shaklangan. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun ushbu territoriyaga kelganimizga xudo xolasa как раз mana ikkinchi kunda kecha xullas bir kun uxlab turdik. Kuni bilan shashlik qildik. Biz dijur bo'ldik. Dijurlikda shashliklar qilib, endi bo'shab mana roliklar, videolar qilishga harakat qilyapmiz. Ikkinchi kechimiz ham kirdi. Akalar mana hozir o'tganda hamma kechga yaqin yomg'ir bo'lsa ham cho'milyapti. Endi mana akaxonlar voleybol o'ynashyapti, ko'rishingiz mumkin. Ajoyib bular mana hammasi voleybol o'ynayapti. Menga shu qatorda mana shu bola yordam berib yuribdi. Biz Amerikada biz Amerika admini. Ismim Ibrohimjon. Xudo xolasa siz bilan ham ertaga intervyu qilamiz. Chiroyli manzarada. Keyin shu borada aytaman. Biz kanalimizga ham podpiska, like aytmaysizlar. Biz kanalda yangimiz, xudo xolasa. Iloji bo'lsa ikkinchi kunimizni kechasi hozir o'yin ketyapti. Shu qattiq mafiya degan o'yin ekan. Mafiya degan o'yin ketyapti. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi ikkinchi kunimiz bugun. Adashib ham ketdi, odam uxlamaganmiz. Kechasi bilan hering qilib mafiya degan o'yin chiqqan ekan. Ashana faqat mafiya o'ynab chiqdik. Qolgan mafiyalar ichkarida o'tiribdi. Hozir bu bugungi nimamizni kunimizni boshlanish emas, obedi. Hamma zavtriklarni qilib, u yoq qildi. Obedga endi oshga tayyorgarlik. Bugungi dijurlarimiz mana shu bolalar mana. Bular endi hozir bizga o'zlarining karomatini ko'rsatadi. Oshga tayyorgarlik qilyapti ekan. Qattiq gapiring, mikrofon arendada. Arendami aka? Oshga tayyorgarlik bo'lyapti akalar. Chiroyli nakrivat qildik. Nima endi faqat bir salfetka qo'yib qo'ygansiz. Endi hozir sekin bo'ladi. Ha, osh kelganda ko'ramiz qolganini. Ha, Ilhomjon akam mana bular oshga tayyorgarlik boshlangan. Tashqarida akalar mana oshda doimgidek bosh rollarda Ziyodulla. Oshda boshlanyapti. Sabzlar to'g'ralgan. Har doimgidek Ziyodullaning qo'lidan cho'tka oshimiz inshaalloh. Oshimiz ham pishgan, mana solishib ujab kiryapti bo'ldi. Hozir yomg'ir, pagoda birpas o'zgarib ketdi mana hozir. Xullas Pirodani shovqinlantirib joy qilib o'tiramiz dedik. Toshkentga ketib qolyapti shunday. Aytib kelib yurmaysizlar, hazil-hazilda. Yomg'irlar yog'ish cho'p kerak. Mana oshlar ham solingan. Xudo xolasa mana oshlar solinib. Oshga marhamat. Menga joy borman keladi deb qo'yapti oxirida.
Mana bugun oxirgi kun uxlab turdik, yig'ishtirilib sekin endi uyga harakat. Yig'ishtirib, tozalanib, kiyinib, hamma yoqda olib, choylarni ichib, endi sekin ketamiz. Jaloliddin, yaxshi tamomladingizmi? Xo'p, hamma choyni ichdi, ketishdan oldin mana bolalar rasm tushib, rasm ishlari bilan Zaynat hamma. Assalomu alaykum. Amerika hayot kanali muxlislari, mana safarimiz yakunlandi, endi sekin qaytyapmiz, xohlasa. Sekin qaytamiz endi. Ishda ham qilish kerak endi bu yog'iga. Lekin dachadan ketkim kelmayapti aka. Qolaveramiz. Qolaveramiz aka. Qolavering. Bitta xonasini beringlar shu yoqqa deymiz. Dachaga zo'r ekan, lekin gap yo'q. 3 kun dam oldik. Odamni yana dam olgisi kelyapti, endi lekin majburmiz. Uyga qaytishga, ishlash kerak. Maza qilib uxlabmiz oxirida hammani qovog'i ishib ketdi. Bitta men bildim. Ishib ketib, charchagan, charchoqlarni ham chiqarib ketyapmiz ona. Bugun oxirgi kun suramiz endi. Bayramlar tugab, mana hamma yig'ishtirilib, uje ketish harakatida. Shop in store and online. Qalay bo'ldi endi? Yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi bo'ldi aka. Charchamasdan. Dacha. Yo'q, maza qildik. Gapirgan holam qolmadi demagandan. Maza qilib dam olib charchadik. Qalay bo'ldi endi amla? Yosh kelsa ishga deb ishlar tugadi, xudo xolasa. Hozir borsam ati olib bergan ati. Qalay dam oldingiz usta? Maza qildingizmi? Charchamadingizmi? Maza qildik, rahmat. Yana kelib turinglar. Xudo xohlasa. Chaqirsanglar kelaveramiz. Bo'ldi. Kelaverasizlar, akalar, sekin yig'ishtiryapmiz, xudo xolasa. Ketish harakatida. Deputat qalay dam oldingiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojim bilan yigitlar bilan maza qilib dam oldik. Pensilvaniya Kokonoyda bir 15 gektarlik joyda dam oldik. Videolarda o'zingizlar ko'rgansizlar. Mana hozir qaytish jarayonidamiz. Uyimizga, yana o'zi ishimizga, hamma ish ishiga, to'g'rimi? Tirikchilik, trak, bayram oldik. Bu yoq ishga. Qurbon hayiti chiroyli o'tdi. Endi chiqimlar qoplash kerak, a? Endi chiqimlar qoplash kerak, ishlash kerak, vatanga pul jo'natish kerak. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.